Germaniyaning München şəhərində Xitayning Sharqi Turkiston ichi va sirtida yo'lga qo'ygan majburiy emgak siyosatiga qarshi namoyish o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkillagan faoliyatga nurg'unlagan Uyg'ur yoshlari ovoz qo'shib aktivlik bilan qatnashdi. Uyg'ur yoshlari faoliyatda orqa-orqadan so'z qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni namratlikdan qutuldirish nomida majburiy emgakka qatnashishga majburlaganligini va Uyg'urlarni qul qilib setayotganligini tanqid qildi. Ular xalqaro jamiyatni Xitoyning mallarini boyqut qilishga chaqirdi. Namoyishchilar yana Adidas qatorliq xalqaro markalarni Xitoyning majburiy emgak planini qo'llaydigan ta'minlovchilar bilan bo'lgan aloqasini uzishga chaqirdi. Gollandiyada yaşayotgan Uyg'urlar bilan ularni qo'llagan kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilar Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishi va irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish o'tkazdi. Yangidan qurilgan Gollandiya Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlar birligi va Yevropadagi bir kishilik huquq tashkiloti birlikda uyushtirgan namoyishga yuzlagan kishi qatnashdi. Bu faoliyat aslida Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo qatnashuvchilarning soni ko'p bo'lg'achqa ruxsat berilmagachga Denhoydagi bir maydonda o'tkazildi. Namoyishchilar Xitoydan jazo lagerlarini taqab, Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qildi. 2 yildan buyon Gollandiyaning Amsterdamdagi Dam maydonida yolg'iz kishilik namoyish o'tkazgan Uyg'ur faoliyatchi Abdurahim G'ani namoyishda qilgan so'zida o'zi va oilasidagilar boshdan kechirgan ziyonkashlik va to'salg'ularni bayon qildi. Abdurahim G'ani 14 avgust Xitoyning Gollandiyadagi bosh elchixonasi oldida yolg'iz kishilik namoyishini o'tkazdi va Xitoy doiralaridan uning Sharqi Turkistonda qo'lga ilingan yoki yo'qolib ketgan tuqqanlar haqida uchur bilan ta'minlashini talab qildi. Uning Xitoy doiralariga yozgan iltimosi qabul qilinmagandan keyin elchixonaga kirib surishta qilmoqchi bo'lganda konsulxona amaldorlarining arizi sababidan tutib ketilgan va jarimani sharti bilan qo'yib berilgan. Amerika Hong Kong bilan bo'lgan 3 tane ikki tarafli kelishimning to'xtatilganligi yoki bekor qilinganligini jakarlagandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi payshanba kuni Amerikaning xato harakatini ko'zda tutib Hong Kong bilan Amerika orasidagi o'zaro qonun yordami kelishimini yo'lga qo'yishni vaqtincha to'xtatishni qaror qilganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zining Hong Kong alohida ma'muriy rayoni hukumatining bayonot e'lon qilib, Amerikaning yuqorida tilga ilingan kelishimni bir taraflama holda to'xtatganligi va bekor qilganligini ayblaganligiga diqqat qilganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni Hong Kong doiralariga Washingtonning qochqin jinoyatchilarni yo'tkash, jazo muddatini o'tinib berish va xalqaro paraxod tijoratidan o'zaro asosda bosh kechirim qilish qatorliq 3 kelishimni vaqtincha to'xtatgan yoki bekor qilganligini uqtirgan. Xitoyning Hong Kongda yangi davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yishi Amerika-Xitoy munosabatini bargan sari jiddiylashtirmoqda. Amerika Demokratik Partiyasining sinliq yig'inida Joe Biden rasmiy holda partiyaning 2020 yillik prezident nomzodi bo'ldi. Prezident nomzodini qabul qilish nutqida Biden saylamda Trumpni mag'lub qiladiganligi va davlatning qorong'ulikdan chiqaradiganligi to'g'risida va'da berdi. 4 kun davomlashgan Demokratik partiya qurultiyining oxirgi kuni 11 oyning 3-kuni o'tkaziladigan 59-navbatlik prezident saylami uchun Bidenning kandidatligini rasmiy qabul qilishi bilan oxirlashdi. Yurti Delaware'dan video orqali yig'inga qatnashgan 77 yoshlik Joe Biden oz sondagi muxbirlar qatnashgan axborot e'lon qilish yig'inida o'zining barliq demokratlar bilan hamkorlashib, Amerika prezidenti Donald Trumpni mag'lub qiladiganligiga va'da berdi. Xitoyning Shandong o'lkasidagi Liangbaosi ko'mir kenida yuz bergan portlashda 7 odam o'lib, 9 odam yaralangan. Shandong o'lkasi Zhejiang nahiyalik hukumat e'lon qilgan xabariga qaraganda, Shandong Feichang energiya konchilik guruhi boshqaradigan Liangbao butxonasi ko'mir kenida portlash yuz bergan. Voqea yuz bergan joyda va yaqin atrofda 19 kon ishtisi bor bo'lib, ulardan 7si o'lgan, 9 kishi yaralangan bo'lib, birining ahvoli og'ir ekan. Voqea yuz bergandan keyin ko'mir kon ishlab chiqarishni jiddiy to'xtatgan. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda, kondagi portlashning sababi texnik aniqlanmagan bo'lib, navbatda tekshirilmoqda ekan.